Aniq bir soha uchun avtomatlashtirish loyihasi nimadan boshlanadi? Birinchi navbatda bu tahlil. Biz shunchaki dastur o'rnatib qo'ya qolmaymiz. Biznesning ichki mantig'ini chuqur o'rganamiz. Buyurtmalar qanday rasmiylashtiriladi, omborlar qanday ishlaydi, menejerlar qanday faoliyat yuritadi, hujjatlar aylanishining o'ziga xos tomonlari nimalardan iborat. Masalan, ulgurji savdo chakana savdodan tubdan farq qiladi. Jarayonlar ham, ustuvorliklar ham boshqa. Dines dasturini bu xususiyatlarga qanday moslashtirasiz? Tayyor yechimlardan asos sifatida foydalanamiz. Biroq deyarli har doim qo'shimcha ishlov beramiz. Ba'zida xodimlar o'rgangan Excel jadvallarni ham Adines tizimining ichiga kiritamiz. Shunda ular o'zlariga tanish muhitda ishlashda davom etadilar, ammo avtomatlashtirilgan holda. Ko'p uchraydigan qiyinchiliklar nimalar? Asosiy muammo bu texnika emas, inson omilidir. Xodimlar yangi tizimni qabul qilishi kerak. Shu sababli biz har bir narsani imkon qadar soddalashtiramiz. Xodimlarni o'qitamiz, amaliyotda qo'llab-quvvatlaymiz va andozaga emas, balki real ish holatiga moslab tizimni ishlab chiqamiz. Avtomatlashtirish biznesga nima beradi? Shaffoflik, nazorat, tezkorlik, tartibsizlik o'rniga aniq tizim. Qo'lda kiritish o'rniga avtomatlashtirish. Rahbariyat esa bir necha bosish bilan savdo, xarid va foyda bo'yicha hisobotlarni olishadi. Bu real vaqt rejimidagi biznes degani. Adines sizning biznesingizga moslashishni xohlaysizmi? Aksincha emas. Unda bizga murojaat qiling. Biz barcha jarayonlarni sizning sohangizga moslab tanlaymiz va sozlaymiz.